bo'ladi. Endi ta'tilga viloyatga ketamiz. Viloyatda nima bor? Shaharda qolib ishlab, soqqan-soqqa ko'rish kerak. Chunki bu or-nomus masalasi. To'g'ri. Issiq kunda morsur ketadi o'ding. O'zimiz mors bo'lib qoldik-ku. Hamma morsa o'zing ichib qo'yding-ku. Bo'lmaydi bu biz viloyatga ketamiz. Yo'q, boshqa biznes o'ylaymiz. Or-nomus masalasi. Aytgan biznesing shumi? Viloyatga ketaylik. Yo'q, boshqa biznes topamiz. Or-nomus masalasi. Yur, bakalashkalar sotib kelaylik. Ko'tara olasanmi o'zi? Men Surxondaryo polvon yigitlaridan bo'lib ishlarsan emas-ku. Davay. Uyga ketaylik. Boshqa biznes o'ylaymiz. Or-nomus masalasi. Zo'r reja bor. Nimaga Real formasini kiyib olding? Odamlar bizga rahmi kelganidan pul beradi. Qanaqasiga rahmi keladi? Hoy keling, yo'qki. Qayerga ketyapsan? Uyga, viloyatga qaytaman. Or-nomus masalasi nima bo'ladi? Brat kelyapti, o'zidan so'ra olasan. Brat, salom alaykum. Assalomu alaykum, aka, yaxshimisiz? Yana keldingizmi? Keyin bilan kelgan bo'lsangiz, chotga o'zim qarab qo'yaman yana. Yo'q, bu safar sal nozikroq mehmon bor. Erkakchilikda bo'lib turadi, tushunasiz-ku. O'zingiz qarab berasiz. Arzon deb shu yerga olib keldim. Ha, keyin emasmilar? Voy, buncha chiroyli joyga olib keldingiz. Rahmat, oyoqcham. Ha, bilasan-ku. Xush kelibsizlar. Mana menyu. Xohlagan narsangizni zakaz qilishingiz mumkin. O'tgan safar keyin bilan kelganingizda ikkita kartoshkali sonsiz zakaz qilgandingiz. Tabiiy qolaverdim. Rostdan ham zo'r joy ekan. Bilardim pastmasligingizni. Bitta mastaba 350 mi ekan? Nimadir dedingizmi? Narxlar qachon o'zgardi? Hozir o'zgardi. Voy, bir shashlik 500 mi ekan? Zo'r bo'lsa kerak. Tug'ilmagan molni go'shidan bo'lganmi deyman, shashliklaring. Yo'q, 350 mingga mastava bergan sigirni go'shidan bo'lgan. Bizga ikkita mastava, shashlik, salatga Sezar salat 700 mi ekan? Bitta Sezar salat. Sezar salatinglarni Kleopatra tayyorlayaptimi deyman. Oysha xolam tayyorlagan. Olib kelaymi? Okey. Xush kelibsizlar. Maza qilib o'tirdik, rahmat. Xush kelibsiz. Bitta yaxshi tilaklar. O'tirgan joyimiz o't bo'lsin, qaytib kelgan. Nimaga boshqaga uylanib ketdingiz? Va'dalar bergandingiz-ku. Menga ham va'dalar bergandingiz. Erkimiz so'zi, erkimizdan. Tinchlikmi, nima bo'ldi? Tinchlik. Uxlur. Yaxshi emas. Yangi kuyov, hayot qalay bo'lyapti? Ha, tushunarli, nima bo'ldi? Kechqurunlar uxlay olmayapman, qiynalib ketdim. Oldin senga uylanaman deb va'da bergan qizlarimning ovozlari kechqurun bilan meni qiynamoqda. Qiynalib ketdim, to'ydan beri uxlaganim yo'q. Ko'zlarimni qara. Men senga necha marta aytdim, hamma qiz bilan gaplashavermadim. Yaqinda uylangan amakim o'g'li bor, xuddi sari holating bo'ldi. Tentak bo'lib qoldi. Nima qilaman? Men sizga gapiryapman. Nimaga quloqingiz gapiryapti? Men ham gapiryapman. Kimsiz o'zi? O'zingiz kimsiz? Men yaxshi ko'rgan qizlari bo'laman. Men ham yaxshi ko'rgan qizlar bo'laman. Keling, o'zlaridan so'raymiz. Shodiyor aka, kimni yaxshi ko'rasiz? Meni yaxshi ko'rasiz-a? Yo'q, meni yaxshi. Meni yaxshi. Meni. Har xil ovozlar eshitilyaptimi? Ko'p erkaklar ovozini eshityapsanmi? Yaxshi, onangga ket. Yangi uylangan kuyov. Kuyov bola, yangilik bormi? Ha, kecha O'zbekiston jahon chempionatiga chiqdi, eshitmadingizmi? Daltonik, yaqinda uylanding. O'zi haqida so'rayapman. Ha, yo'q, Somsa bormi? Yangilik bormi? Yo'q. Somsa ham yo'q bo'lmasa.
Yangilik bormi? Yangilik bormi? Yangilik bormi? Yangilik bormi? Ukam qalaysan, tuzilmisan, charchamaysan. Yaqinda uylanding, to'yingga aytmading. Yangilik bor? Bor yangilik. 22 ga kirdi yangilik. Erta to'yini qilyapmiz. O'ynaymiz, o'ting. O'ting, o'ting. Boshqacha. Jo'ra, yaxshisan? Uylanadinglar? Uylanib yo'q bo'lib ketdi. Bitta narsa so'rayman. Jon, bilaman nima so'rashing. Nima so'rashing bilan. Yangilik bormi deysan, ha? Uylanganimga necha kun bo'ldi? 4 kun bo'ldi. 4 kunda men qanday yangilik yasab qo'yishim mumkin? Kallang ishlatib, birortang so'rasang o'zing derdim. Jim, yangilik Bemor uzr bola. Voy shoshilib so'rash esimdan chiqdi. To'y qaysi to'yxonada bo'lyapti?